Har doimgidek mana va'da qilganimdek endi har seshanba yo dushanba va juma kunlari bizda efirimiz bo'ladi. Ya'ni jonli efirga YouTube'da chiqaman. Bu уже odat bo'ladi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Balkim o'sha aynan dushanba, seshanba va juma kunlari efirimizni kutasiz. Yangi mavzular bilan chiqish qilaman. Endi bugungi mavzuyimiz esa aynan onlayn, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ishlash, onlayn biznes qurish shu haqida bo'ladi bugungi mavzuyimiz. O'zim ham qanday qilib shu ijtimoiy tarmoqlar orqali natijaga erishyapman, bu menga foydali bo'lyaptimi yoki yo'qmi, shu haqida gaplashamiz. Keling, avvalo o'zimni tanishtiray. Mani ismim Shahnoza Bobanazarova. Men Siberian Wellness kompaniyasini o'sib kelayotgan liderlardan biriman. Albatta onlayn menga boshidayoq mana birinchi kelinglar boshiga o'tamizda. Men uchun onlayn ijtimoiy tarmoqlar qanaqa bo'lgan boshida? Chunki shuni o'zim haqimda ham aytib o'tayda. Shunda siz ham o'zingizni shunda ko'rishingiz mumkin. Menga ham onlayn ishlash albatta yoqqan. Boshida kirib kelganimda tarmoqli biznesga, to'g'risi tarmoqli biznesda offlayn ishlaganimda unchalik omad ko'rmaganman, to'g'rirog'ida. Yoki odamlarga ishonchiga kira olmaganmanmi bilmadim. Yoki hali ko'p tushuncham bo'lmagan bo'lishi mumkin. Chunki обученияларim bo'lmagan bo'lishi mumkin-da. Lekin keyin izlanib, chunki hozirgi zamon qanaqa zamon? Aynan ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan davri bo'lgan bir paytda, albatta men ham bu davrga men ham qiziqqanman. Chunki ko'pchilik onlayn orqali osongina uyda o'tirib olgan holda faqatgina telefon, kompyuter bo'lsa bas daromad qilishyapti. Даже bizni siteboy biznesdagilar uchun ham bu zo'rgina kalit bo'ldida omad uchun. Ya'ni daromadlar uchun. Shunda men ham shu ijtimoiy tarmoqlarni o'rganishga kirishganman. To'g'ri, oson bo'lmagan. Nega desangiz, faqatgina Telegramda yozishib, u gaplashgan odam yoki Instagramga kirsangiz ham yoki boshqa bir ijtimoiy tarmoqqa kirgan taqdiringizda ham siz shunchaki uni haligi nima deydi, ko'rib borasiz xolos-da. Uni ichidagi qiladigan jarayonlari-chi, uni algoritmi, u sizga chotki ishlab berishichi, daromad keltirishichi, u tarafini hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Prosta shunchaki tomoshabin bo'lib o'tirganmiz xolos. Lekin aynan bizni komandamizga kirib kelganimda, aynan shu ijtimoiy tarmoqlar darsligini o'rganganimda, unda ham darsligi bor albatta. O'shanda to'g'risi menga bilmayman boshqa bir dunyo ochilganda, yana o'zimdagi ochilmagan qirralarim ham ochilganda, xullas. Boshida o'rganayotganimda albatta oson bo'lmagan, chunki ko'p bittagina shu telefonda yoki ijtimoiy tarmoqqa video qo'yding yoki u yerga chiqib mana chiqish qilyapsiz. Siz o'ylayapsizki, hozir menga osonmi chiqish qilish? Baribir ham kam hozir zritel bo'lganda ham yoki ko'p bo'lganda ham albatta hayajon bosadi hammani. Chunki bu meni уже ikkinchi etapim desak ham bo'ladi. Ya'ni jonli efirlarga aynan keng ekranga chiqish. Buni hali nima deydi, qo'lga olishga harakat qilmagandim, qiynalganim, qo'rqqandim. Endi esa sekin-sekin shuni yengishga harakat qilyapman. Albatta o'ylaymanki, sizlar meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Xullas, albatta sizlar bilan bilimlarim bilan bo'lishib boraman. Va boshidagi o'sha oddiy bitta videoni qo'yish uchun ham ijtimoiy tarmoqlarga judayam ko'p jarayoni bor ekan. Qancha narsadan o'tishingiz kerak ekan. Uni qilish yo'li, yana kamiga o'zingiz ham aktrisa bo'lishingiz kerak. Yana kamiga haqiqatan ham siz ishontira olishingiz uchun haqiqatan ishonchli qilib gapirishingiz kerak ekan. Xullas kalom, u hamma yo'nalishi bor ekanda. Xullas, nimalar kerak, qanaqa prilojeneyalar kerak va qanday qilib videoingiz tayyorlab bo'lgandan keyin esa uni ijtimoiy tarmoqqa joylash. Yana ijtimoiy tarmoqqa joylaganda ham, ijtimoiy tarmoqlarni ochganda ham o'ziga yarasha algoritmi bor. Har bitta bizni ijtimoiy tarmog'imizni. Bu TikTok deysizmi, Instagram deysizmi, mana YouTube deymizmi? Xudoga shukr, hozirgi kunda o'zimni TikTokimda уже 22,5 mingta подписчигim bor. YouTube'imda esa
уже 3200 tami подписчигim bor. Aniqrog'i. Yo'q, shunaqa bo'lsa kerak. Qaramabman sizlarga aytish uchun. Xullas, 3000 dan oshiq подписчигim bor. Instagramimda esa 2 ta akkauntim bor albatta. Profilim bor. Bittasida kam, albatta u yerda biznesni yurg'izib yaqinda ochganman. Kam, даже 200 taga ham hali bormadi подписчигim, lekin boshida yurg'izayotganimda esa Instagramda unda salkam 2000 ta подписчигim bor. Shunaqa. Instagramda kamroq, to'g'ri. Lekin hamma ijtimoiy tarmoqlardan aynan qaysi biri sizga yoqdi degan savolingiz bo'lsa, men aytaman. Bu TikTok. TikTokni yoqqan tarafi menga haqiqatan ham agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, sizga maslahatim birinchi TikTokdan boshlang. Endi men sizga o'sha vaqtni aytib beraman, qanday qilib men TikTok bilan tanishuvim bo'lgan. Menga обучениyadan o'tganimda aynan TikTok borligi haqida gapirilganda, men to'g'risichi birinchi haylatib qaraganman. O'zingiz o'ylab ko'ring. Hammamiz uchun bu TikTok bir xunuk joydek hisoblaymiz, to'g'rimi? Birinchi u paydo bo'lganda ham TikTokni bizni xonadonimizda, ya'ni u bilan tanishuvimiz bo'lganda, TikTokni bir qandaydir bema'ni joy deb tasavvur qilganman. Ko'proq to'g'ri yoshlar o'tiradi u yerda, lekin bema'ni deb hisoblaganman. Ularni u yerdagi haligi prямой efirlari, boshqalari bir g'alati ko'ringan ko'zimga, to'g'risi. Qizim ham ko'proq shu TikTokka, yoshlar baribir TikTokka qiziqadi. O'sha yerga kirib, tomosha qilib o'tirganda biz даже urushardik. U приложениyani dashi o'chirtirg'izib tashlaganman. Kerak emas, o'tirma unda, bo'lmag'ir, bema'ni joy deganman. Lekin qarangki, shunday bo'ldiki, qizi emas, onasi endi haqiqiy TikToker bo'lib ketdi. Shunaqasi ham bo'lar ekan. U yerga kirganimdan keyin esa, u yerni algoritmini o'rganganimdan keyin, darsligidan o'tganimdan keyin esa tushundimki, eng besplatniy reklama, eng ko'p sizga klient olib keladigan, mijoz olib keladigan joy bu TikTok ekan. TikTokni o'rganish qiyin ham emas ekan. Juda ham oson ekan. Yo'llari ham oson ekan. Faqatgina o'ziga yarasha algoritmi bor, o'ziga yarasha talabi bor albatta TikTokni. U unaqa qiyin ham emas, bajarasiz va eng yaxshi tomoni tekin joy, tekin reklama. Boshqa bir ijtimoiy tarmoqlarga ko'rib, qarab, misol boshqa ijtimoiy tarmoqlarda sizga target bor, misol pul to'laysizda, xullas. Unaqa joylari yo'q. Sizni rekomendatsiyaga tushirishi uchun. Именно TikTokni yoqqan tomoni menga o'zi haqiqatan ham omad keltirgan joy bu TikTok menga bo'ladi. Aytganimdek yana bir bor takrorlayman, boshlamoqchi bo'lsangiz TikTokdan boshlang. Qanday qilib to'g'ri ishlash yo'llarini albatta biz komandamizga qo'shilsangiz, biz sizga batafsil o'rgatamiz. Ya'ni o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda shu yo'lni bosib o'tgan insondan albatta sizlar o'rganasizlar va sityevoyga qanaqangi bu omad keltirishini ko'rsatib beramiz. Bemalol qo'shilishingiz mumkin. Agar savollar bo'lsa, kommentariyda yozib qoldiraveringlar, oxirida javoblaringizni ham albatta beraman. Xullas, u yerga kirganimda albatta o'ziga yarasha o'zini aktivnosti bo'lishi kerak ekan. Aktivnostni bajarib tursangiz va uni algoritmi bor, qaysi vaqt qo'yish, qanaqa qilib qo'yish, qanaqa videoroliklar olish, qanday olish, o'shalarga ham e'tibor berish kerak ekan. O'shani bajarib borishingiz kerak ekan. Uni vaqtida bajarsangiz, o'shandagina sizga haqiqatan ham u sizga juda ham zo'r foyda keltirar ekan. Yana kamiga aktivnostni talab qiladi. Misol uchun siz ijtimoiy tarmoqni boshlaganingizda yangi odam nima qiladi? Hammamiz bu yo'ldan o'tganmiz, hammamiz shunaqa qilamiz. Bir ikkita kontent qo'yamizda, shu bilan keyin yo'q bo'lib ketamiz. Albatta o'shanda ijtimoiy tarmoqqa siz уже всё yaxshi odam sifatida ko'rinmaysiz. Lekin agarda siz ijtimoiy tarmoqni ochganingizda va shu yerda biznes qilmoqchi bo'lsangiz, bittagina sizga haqiqiy maslahatim, aktivnostni hech qachon tushirmang. Shu darajada aktivnostni baland qilingki, qachonki sizni podpисчигingiz 1000 taga chiqqunicha. Haqiqatan ham.
mingtaga chiqqunicha harakat qiladigan bo'lsangiz, o'zi TikTokni o'zi ham sizga zo'rgina yo'llarini, joylarini ochib beradida, ya'ni silkalarini, ko'p narsasini xullas kalom ochib beradi. Maydalashib o'tirmayman. Ochib beradi. Bu degani siz bilan bog'lanish oson bo'ladi. Odamlar sizni topishi osonroq bo'ladi. Sizni, ya'ni potensialniy klientlaringiz sizni topishi osonroq bo'ladigan knopkalarni yana ham ko'paytirib beradi. Eng yaxshi tomoni. Lekin mingtagacha chiqmaguniga qadar siz TikTokdan tark etishingiz yoki uni esdan chiqarishingiz yoki bugun qo'ydim videoni ertaga qo'ymayman deyishingiz kerak emas. Albatta, aktivностьni saqlab turishingiz kerak. Ya'ni o'sha mingta подписчик bo'lguniga qadar. Undan tashqari esa TikTokda обязательно o'ziga yarasha hashtaglarini to'g'ri qo'yish kerak. Albatta uni pravilalariga, ya'ni qoidalariga amalda bajarish kerak. Chunki uni qoidalari bor. TikTok agarda siz uni qoidalarini pisand qilmasangiz, bajarmasangiz, u sizni bloklab qo'yadi. Ya'ni sizni даже bir marta предупреждение qilib bloklaydi, 2 marta, 3 marta, lekin 3-chisidan keyin sizni akkauntingizni полный o'chirib tashlaydi. Shunga ham e'tibor beringlar. Ya'ni banga tushasiz deydi. Zabanit deydi o'rislar. Shunga o'xshab sizni ban qilib qo'yishi mumkin va siz TikTokka уже kirolmay qolasiz. Endi to'g'ri, boshqa akkaunt ochib, boshqa anaqa elektron pochta orqali kirishingiz mumkin, lekin o'zingizning telefoningizdan уже даже bilasizlarmi, ijtimoiy tarmoqlar hozir ahmoq emas, juda ham aqlli bo'lib ketgan. Siz qaysi telefondan kirayotganingizga ham e'tibor beradi. Qarang. Men buni eshitib hayron qoldim, bo'lishi mumkin emas deb. Lekin xuddi shunaqa ekan. Shuning uchun iloji boricha o'sha qoidalarini rioya qiling, чтобы sizni o'chirib tashlamasin. Lekin uni qoidasi bo'yicha hammasini bajaradigan bo'lsangiz, albatta sizni ijtimoiy tarmoq hurmat qilgan holda chotki qilib rekomendatsiyaga tashlab, ko'proq odamga, ya'ni sizni auditoriyangizga ko'rsatdi, sizga qiziqqan, ya'ni siz yurg'izayotgan mavzuni qiziqayotganlarga ko'rsatib, sizga ko'proq klient olib kelib beradi. Bu tarafi ham juda zo'r. Keyin esa yana nima demoqchi edim TikTokda. Xullas kalom, shu orqali men bir oyning ichida TikTok orqali juda ham zo'r natija qilib, hattoki o'zimning setivoy kompaniyamda men уже birinchi oyliklar stupenkasi bor-ku, liderlik stupenkaga chiqib olganman. Aynan TikTok orqali. Hamda o'zimni hamkorlarimni, mijozlarimni ham shu TikTok orqali birinchilarini topganman. Bu juda ham zo'r, xullas. Endi esa o'zimni komandamga shu yo'lni o'rgatib boryapman. Bizni mentalitetga to'g'ri kelgan holda va qanday mavzular qo'yish kerak, to'liq algoritmi haqida ham batafsil o'rgatib boryapman. Siz ham uni bilmoqchi bo'lsangiz, qolgani hammasi bizi darsliklarimiz, bizi komandamizni ichida bemalol. Agar kim qo'shilmoqchi bo'lsa, menga yozinglar. Обязательно videoning tagida o'zimni kontaktlarimni qoldiraman. Endi esa ikkinchi ijtimoiy tarmoq haqida gapiraman. Yoqqan ijtimoiy tarmoq bu qaysi? Hozir. Ikkinchisi bu menga yoqqani bu YouTube. Instagram yoqadi albatta. Instagramda ko'proq hayot haqida ko'rsatasizda. Ya'ni sizni ishlash jarayoningiz ham bor uning ichida, lekin ko'proq o'zingizni hayotingiz, kunlik davringiz. Mana odamlar ijtimoiy tarmoqda, mana YouTube'da, mana hozir meni ko'rayotganlar, keyin TikTok orqali ko'rayotganlar, bu o'zi hayotda qanday inson ekan deydi-da, to'g'rimi? Shunda Instagram bu zo'r qo'l keladigan joy. Chunki har bitta TikTokda ham Instagram knopkasi bor. YouTube'da ham bemalol Instagramingizga o'ta olishadi. Xullas, topisha oladi demoqchiman-da. Kirganda Instagram orqali sizni aynan hayotingizni ko'radi. Shunaqa. Endi keling, Instagramga o'tib ketib qoldim. Kelinglar birinchi YouTube'ni gaplashamiz. YouTube'ga keladigan bo'lsak, YouTube bu haqiqatan ham серьезный platforma. Men buni hurmat qildim, haqiqatan ham. Nega desangiz, YouTube orqali asosan ham odamlar YouTube orqali sizni qidiradi. Onlayn ishlash uchun bu foydali. Aynan ish qidirayotganlar, daromad qilaman deganlar, haqiqiy серьезный mavzular bo'yicha murojaat qilaman deganlar aynan shu YouTube
kanalidan qidirishadi. Ko'pchilik mana hashtaglarni ham shuning uchun to'g'ri qo'yish kerak. YouTube orqali men haqiqiy o'zimni hamkorlarimni topganman. Chunki YouTube'ga hamma kiradi. Yoshu qari. Kimnidir telefonida TikTok bo'lmasligi mumkin. Mana o'zimdan hisob. Men bir paytlar qizimga yig'ishtir TikTokni deganman, lekin TikTokning ichida shuncha foydali narsalar borligini qarang bilmagan ekanman. Lekin kirganimdan keyin buni tushundim. Hozir TikTokimizda ham hozir qarilar ham bor. Chunki oson platforma. Shunchaki kalta roliklarni ko'rib o'tib ketaveradi. Endi qarang, yana nima demoqchi edim, aytmoqchi, shuni ham qo'shimcha qilib ketay. TikTok paydo bo'lganida, ya'ni kalta roliklar paydo bo'lgandan keyin axir bu nimaga kalta roliklar-ku? 1 minutlik, 2 minutlik, 3 minutlik roliklarni qo'yasiz u yerda TikTokda. Ko'rasiz. Qisqa roliklar bo'lgani uchun u populyarniy bo'lib ketgani uchun albatta nima qildi? Bizni Instagramimiz ham Reels yaratdi. Reels u ham kalta rolik. Endi YouTube'ga kelamiz. YouTube'ga keladigan bo'lsak, Shorts, to'g'rimi? Shorts ham kalta rolik. Mana shu kalta roliklar bizga omad keltiradi. Bunday qarasangiz, qisqa roliklar. Chunki ko'pchilik uzundan uzun ko'rishni xohlamaydi. Uzundan uzun. Endi qarang. YouTube'ga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham seryozni platforma. Uning ham o'ziga yarasha algoritmi bor. U yerda ham mana TikTokda siz agarda uni shartini bajaradigan bo'lsangiz, tez подписчик yig'a olasiz va yaxshi daromadga chiqib ketishingiz mumkin. Ya'ni sizni zo'r продвигать qiladi. Lekin YouTube'da esa bu narsa sal sekin bo'lishi mumkin. Ayniqsa tushunmagan odam uchun. YouTube'da bir nimani yurg'izmoqchi bo'lsangiz, siz uni shart-sharoitini tushunmasangiz, mana misol uchun-da, oddiy misol. YouTube'ni video qo'yishni, qanday qilib подписчикni rekomendatsiyaga tushishni, qaysi vaqt qo'yishni, videolarimni, uzun videolar, kalta videolardan foydalanish hammasini o'rgandim-u, lekin hali translyatsiyani yaxshi bilmaganim uchun ko'pincha kechikib kiryapman. Lekin primoy efirlar ham zo'r foyda beradi, lekin bu yerda yana bir ikkita narsalar qo'shishim kerak ekan. Ну nicho, u yog'ini ham o'rganib olaman. Ya'ni pauza paytida muzika qo'yish, u narsalarni ham sekin o'rganib olaman. Xullas keling, odamzod hamma narsaga o'rganadi, izlanadi va topadi. Ustozi yaxshi bo'lsa albatta, no и plus o'zingiz ham izlanuvchan, qiziquvchan bo'lsangiz. Mana misol, keyin misol menga mana shu YouTube yaxshi hamkorlar keltirdi. Biznesimni, komandamni o'sishiga zo'rgina yordam berdi. Uni faqatgina uni ham aktivnosti bor, o'ziga yarasha. O'sha aktivnostni amalda bajarib borsangiz, haqiqatan ham yaxshi natija qilasiz. Undan tashqari esa o'ziga yarasha sir-asrori bor. Qanday qilib rekomendatsiyaga tezroq tushish va o'zingizga odamni jalb qilish. Lekin haqiqatan ham YouTube, men hurmat qilgan tarafim, seryozni sizni komandangizni rivojlantirib beradi. Biznesingiz uchun o'ta foydali. Agarda siz YouTube yurg'izmasangiz, siz yo'qsiz deganida. Chunki YouTube bu keng tarmoq. Xohlagan joydan odam tushishadi sizga. Shunda siz bemalol международный biznesingizni ham qila olasiz. Xalqaro biznes ham qilishingiz mumkin. Hamma YouTube'da o'tiradi. YouTube даже oddiy smartfonni o'zida bor narsa. Uni o'chirib tashlay olmaysiz, to'g'rimi? Bunday qarasangiz. Telefon olganingizda ham o'zi yangi telefonda o'zi YouTube turadi, to'g'rimi? Qolgan narsalarni keyin yuklab olaveramiz. O'shaning uchun YouTube'dan foydalanishni albatta o'rganish kerak va YouTube'dan foydalanishingiz kerak. Siz onlayn biznes yurg'izmoqchimisiz? Birinchi navbatda aytganimdek, YouTube'ingiz bo'lishi shart. YouTube orqali qanaqangi lider ekanligingizni ko'rsatib bera olasiz, qanchalik bilimga ega ekanligingizni ko'rsatib bera olasiz va haqiqatan ham sizni orqangizdan ishonib borsa bo'ladimi? Qanchalik bilimga egasiz? O'shalarni ham ular YouTube orqali sizda ko'ra oladi. Qanchalik siz kompaniyangiz haqida ma'lumotga egasiz, qanchalik siz komanda bilan ishlash yo'llarini bilasiz, o'shalarni sizda ko'ra olish kerak, ko'rsata olishingiz kerak.
Agar buni ko'rsatmasangiz, albatta sizni orzu qilgan orzularingizga erishish sal sekinlashadi. No, men uchun YouTube haqiqatan ham u ham bir qiziq voqea bo'lgan. Undayam men o'ylagan edimki, что YouTube'da oho, qachon endi подписчикini yig'aman deganimda, darsligimizdan o'tayotganimiz 3-mi, 4-darsligida o'sha joyi bor ediki, rekomendatsiyaga tushish sirlari. Rekomendatsiyaga tushish sirlarini men qilib ko'rdim. O'sha joy bo'yicha qildim, lekin u qanaqa edi? Ya'ni o'zimni soham bo'yicha odamlarni topib, ularga kommentariy yozish edi-da, mani anaqa qilishi uchun, ko'rib qo'yishi uchun odamlar. Xullas shunaqa joylari ham bor. Har doim обязательно vaqtida, ya'ni odamlar ko'p kiradigan davrda videolar qo'yish edi. Iloji boricha nima deydi? Ko'proq videolar qilib qo'yish edi. Shularni men qildim, lekin o'zingiz o'ylab ko'ring. Uzun video qilganingizda uni korreksiya qilib paka qo'yguningizcha albatta juda ko'p vaqt o'tadi. Uning uchun sal mehnat qilish kerak albatta. Bunga chidashingiz kerak. Kim chidasa niyatiga yetadi va keyinchalik bunchalik qiynalib tez video qo'yishi shart emas. Sal haligina nafas olishi mumkin bo'ladi, lekin boshida albatta nafas olmasligingiz kerak. Harakat. Shunda endi nima qilaman degandim va o'zim o'ylab topganman yo'lini. Qanday qilib meni tezroq zametsiz qilishi uchun. O'sha yo'nalish bo'yicha harakatim boshlaganimda ishim haqiqatan rivojlangan. Nimaga desangiz, men sizga o'zimni xatoyimni aytaman. Men birovni anaqalariga, publikatsiyalariga kommentariy qo'yishga ustasi farang emasman. Men qandaydir o'zimni fikrimni chiqarib bera olmayman. Negadir-da, men ko'raman, eshitaman, mulohaza qilaman-u, lekin bu narsa qog'ozga tushmaydi-da. Ya'ni o'sha hozirgi kunda qog'oz ham qolmadi, faqat kommentariylar, telefon, mana shunaqa zametkalar. O'sha narsaga negadir ichimdagini tushirib bera olmayman. Mana shunaqa odamlar ham bo'lsa kerak, to'g'rimi? O'zini fikrini bildirg'iza olmaydigan. Voy, bitta kommentariyni yozish uchun men bilmayman 8 soat o'ylardim. Xullas ko'ring, tinmay o'ylardim. Nima deb yozsam ekan? Nima? Ha, yoqdi deb qo'ysam, to'g'ri aytyapsiz desam, bu nima degani? Qanaqa aqlli anaqa nima deydi? Shunaqa biznes yurg'izayotgan ayol bo'lib turib, lekin men shunaqa to'g'ri aytasiz deb kommentariy yozib qo'ysam, bu noto'g'ri-ku, to'g'rimi? Uning uchun uni ham o'zimda ishlab chiqarishga tushganman. Ya'ni boshqalarning kommentariyini o'qib chiqib, o'sha narsa kallamda tug'ilgunicha o'zi ham bilmayman, mashaqqat bo'ldi-da, xullas. Mashaqqat, haqiqiy mashaqqat bilan men kommentariylar yozar edim. O'sha narsa ish bermasa nima bo'ladi? Ayting. Shuncha qiynalib qilgan ishim, to'g'rimi? Keyin sekin boshqa yo'llarini topdim va u yo'l orqali esa nabrot, даже kommentariylar yozib o'tirib qiynalmaslik uchun esa men nima deydi? Ko'proq publikatsiyalar qilar edim. Video olish menga osonroq edi. Lekin hozirgi kunda sizlar uchun onlayn biznes qilaman deganlar uchun esa bu juda ham oson bo'lib qoldi. Nimaga desanglar, sizni kallangiz mana telefoningizda. Sun'iy kalla. Xullas yordam beryapti. Men aytaman-da, nimaga men boshlaganimda shu sun'iy kalla yo'q edi deb. Lekin miyam yaxshi ishlashi uchun ham shu sun'iy kalla bo'lmagani ham yaxshi bo'lgan ekan. Bunday o'ylab qarasam. Qiynalib qilganimda ham pichigina uxlardim, lekin mehnat, qo'limda telefon tinmay shunaqa qilib o'tgan. Lekin hozir sizlarga oson yo'li bu sun'iy intellekt. Albatta sun'iy intellektdan foydalaning. Chunki siz o'sha narsani nima demoqchiligingizni unga tushuntirasiz. Qib deydi-yu, noto'g'ri, mana shunaqada deb ham tushuntirib berganingiz taqdirda ham sun'iy intellekt sizni tushunadi va sizga osonlikcha o'sha qo'ymoqchi bo'lgan kommentariyingizni ham qo'yib beradi, boshqani ham va sizga hattoki ijtimoiy tarmog'ingiz uchun mavzular yaratib beradi. Aynan sizni ko'ra oladigan va jalb qila oladiganlar uchun. Va shunda siz bemalol yurg'izasiz. Xullas kalom. Bu qanaqa bo'ladi?
Qarang, YouTube'da aktivность qanaqa? YouTube'da ham albatta aktivnostni bajarish kerak. O'ziga yarasha uni ham o'zini usloviyalari bor. Biz endi albatta unaqangi xunuk narsalar bilan ishlamaymiz-ku. Biz haqiqiy biznes yurg'izmoqchimiz. Biznes akkaunt qilgan holda hamkorlarni jalb qilish uchun bu yerda ishlaymiz. Shunda biz har hafta mana eng o'sha YouTube'ni bajaradigan sizni ishingiz nima? YouTube'da 2 ta video haftasiga обязательно qo'yish kerak. Bu kamida haftasiga 2 ta video. Shortsni esa har kuni qo'yishingiz kerak. Uni vaqtini toping. Mana misol, men sinab ko'rganman hammasini. Misol, ertalab ozonda qo'yib ko'rganman. 6 dan boshlab soat 7-8 gacha. Video o'shanda ham o'tadi. Chunki boshqa joylarda bu narsa tun bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Shunaqa. Qoq kunduzi kuni qo'yganimda lekin uncha o'tmasdi. Chunki biz o'zbekmiz-ku baribir bizni ko'proq kim bizga yaqin, bizni tilga yaqin SNG davlati ko'radi. Kunduzi hamma ishlaydi, o'rtoqlar. Kunduzi ishlaydi. Kunduzi video qo'ygandan, kunduzi shortslar, kalta roliklar qo'ygandan to'liq yo'q. Chunki prosmotringizni oshira olmaysiz, rekomendatsiyaga tusha olmaysiz. YouTube'ni bitta joyi bor-da, qarang. Hozir uni keyin aytaman. Shoshib ketaman doim. Xullas, keyin kechkilik. Mana eng zo'r davr bu kechkilik. Kunni bilan hammasini tayyorlang va kechkilikka hammasini qo'ying. Kechkilik ayniqsa soat 8 dan keyin vobshe zo'r ko'rishli bo'ladi. Odamlar o'zi uyda nima qiladi? Hamma ishini bajaraman. 6 da qo'yaman desangiz, odamlar ayni ovqatga o'tirgan bo'ladi. Ishdan kelgan, kimdir ovqat qilayotgan bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi-ku, bola, chaqam, uyim, ishlari bilan ovora bo'ladi-da. Qachon bo'shaydi ayollar? Kechkilik soat 8 dan keyin uje bo'shaydi. Uje ertaga ishga borish kerak, yana yotadi, uxlaydi, to'g'rimi? Yoki ishlar, mol-hollar hammasi joyiga qo'yilgandan keyin soat 8-9larda uje ayol kishi yotib olib, telefon. Mana shu davrda o'sha paytda 8-9 o'zingiz ham o'zingizdan ham bilib ko'ring. Kimdir televizor albatta ko'radi, kimdir esa telefon chuqurlaydi. To'g'riroq hozirgi zamonda hamma telefon chuqurlaydi. Kechkilik o'sha 8-9 dan boshlab hamma telefonda, ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradi. Mana shu paytda videolaringizni joylaydigan bo'lsangiz, o'shanda sizga chotki prosmotr bo'ladi. Shu joyi borki, qarang, farqi. TikTok bilan YouTube'ni farqi shundaki, YouTube'da sizni videongizni bitta ko'rishli qilganida, uje ko'rishli bo'layotganda, jarayon prosmotr ketayotganda ketaveradi, aylanaveradi-da, lekin tappa bitta to'xtasa, shu bilan boshqa rekomendatsiyaga hadebga qo'yavermaydi YouTube. Mana shu tarafi bor, minus tarafi shunda. Qo'yavermaydi. Agar adashayotgan bo'lsam, bu haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lgan professionallar bo'lsa, bemalol kommentariyda fikr qoldirsangiz bo'ladi. Xullas, o'zimdan sinab ko'rib aytayapman. Shu bilan to'xtaydi. Lekin qachon u videongizga bittadan prosmotr ko'payadi? Qachonki sizni kanalingizga kirib, aynan shu videoni ochganida prosmotr ko'payadi. Bungacha uje bo'ldi, stop bo'lib qoladi-da. Shu tarafi bor. Shuning uchun maslahatim, tez rekomendatsiyaga zo'r prosmotrni to'xtamay aylanadigan davr bu kechkilik qo'yishni maslahat beraman. Endi qarang, uxlashdan oldinda albatta. Endi qarang, TikTokdagi jarayon. TikTokda esa agarda siz u yerda ham xuddi shunday desak bo'ladi. Odamlar ayni TikTokka ko'proq kirgan davr bu kechkilik, hamma joyda shu. O'sha paytda kiradigan bo'lishi uchun, o'sha paytda prosmotringiz ko'payishi uchun o'sha paytda video qo'ying. Qo'yganingizda TikTokni plus tarafi shundaki, u aylantiryaptimi, sizni videongiz rekka chiqib qolsa, rekka tushib qolsa, aylanayotgan joyida uje keyin prosmotr kamayib qolsa, misol kamayib qolgandan keyin stop bo'ldi, videoy stop bo'ldi. Keyin esa ertasi kuni kechkilik yana u turib bittasiga shunday rekomendatsiyaga ko'rsatib ko'rdi TikTok, ko'rsatdi, u ko'rdi, ketdi, yana aylantirishni boshlasa, sizni повторно yana rekomendatsiyaga tushish imkoniyatingiz bor. Mana shu tarafi TikTokni menga yoqadi. Ya'ni bitta videoga 2-3 tasi uje ko'rib qo'ydimi sizni videongizni yoki даже sizni kanalingizga kirib ko'rib qo'ydimi, farqi yo'q.
Bo'ldi, siz yana rekomendatsiyada aylanverasiz. Xullas, TikTokda siz бесконечно aylanishingiz mumkin. Mana shu tarafi yoqdi. Yana keyin sizni o'zingizga kirib, ya'ni siz savdolar bajarishingiz uchun, rekka tushishingiz uchun, чтобы doimo topda turishingiz uchun TikTok sizdan lishniy pul so'ramaydi. Lekin TikTokni o'zida pul topsa bo'ladi. Monetizatsiya shunaqa degan joylari bor. No, bizni O'zbekiston, bizda esaganda bu narsa yo'q. Biz ulanmaganmizda xullas kalom bu narsaga. Даже ba'zilar monetizatsiyani sotib olishadi. Chetdagilar buni qilib beradi albatta sizga. Lekin shuni bilib olingki, nima deydi? Sizni Wi-Fi'ingiz yoqqandami, nimadir degan edi. Adashmasam, xullas kalom, telefoningizda sizni O'zbekistonda turgan lokatsiyangiz ochiq bo'lishi kerakmi? Shunaqa adashmasam, lokatsiyangiz O'zbekiston ko'rsatsa, sizga pul yozmaydida. Yana shu ahvol bo'lar ekan. Shunaqa deb tushuntirishuvdi, adashmayotgan bo'lsam. Xullas, sуть не в этом. Monetizatsiya, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi u yo'nalish haqida gaplashmaymizda, balkim bizga tarmoqli biznesda ishlayotgan sityeviklar uchun foydasi haqida gaplashyapman, ya'ni videolarni topga tushishi yo'li. Endi qarang, endi esa Instagram haqida gaplashamiz. Instagram haqida gaplashadigan bo'lsak, Instagram bu nima deydi? Bu hayot deganida, xullas. Sizni YouTube'da ko'rgan odam lider sifatida ko'rdi, sityevik sifatida ko'rdi, haqiqatan bilimga ega ekanligingizni ko'rdi va qanaqa insonligingizga qiziqadi. Hayotda o'zi qanaqa insonsiz? Mana shu Instagram sizni tanishtiruv joyi desak ham bo'ladi. Ya'ni Instagramga u ulangandan keyin u yerda istoriyalar bor, to'g'rimi? Hozir endi storieslar TikTokda ham bor, lekin u yerda ham storieslar bor. O'sha Instagramdagi storieslar sizni kunlik jarayoningiz, qanaqa odam ekaningiz, qanaqa ona ekanligingiz, ya'ni hayotda nimalar hobbingiz, xullas o'shalarni ko'rsatib beradi. No plus o'zingizni uyda foydalanayotgan narsalarni ko'rsatishingiz mumkin. Xullas, u yerdagi videoroliklarni ham bu yoqqa qo'yishingiz mumkin, lekin hayotga yaqinroq qilib qo'yganingiz o'sha yaxshiroq deb o'ylayman. Instagram chunki shunaqa hayotiy joy desak ham bo'ladi. Va u Instagramda misol uchun siz o'sha reklamalaringizni tashlashingiz mumkin. Bugun jonli efirim bo'ladi debda kanalimda deb shunaqalar yoki sizni videoingizni mana YouTube'ga qo'ygan videoingizni prosmotri yaxshiroq bo'lishi uchun storiesga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi o'zingiznida. Ссылкani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, chunki Instagramda ссылка bor, to'g'rimi? O'sha yerga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Shunda odamlar Instagramdagi sizni подписчикларingiz sizga o'sha prosmotr qilib berishi mumkin-da. Ya'ni o'sha YouTube'ingizda, ya'ni sizni videolaringizga, shortlaringizga xullas. Endi qarang. Bitta no tomoni shundaki, endi hozir ko'pchilik Instagramchi bo'lib ketyapti, blogerlar ko'payib qolgan albatta. Lekin Instagramda misol rekka tushishingiz uchun u o'zi tayyor Instagramning o'zi target so'raydi, pul to'laydi. Lekin pul to'lamay turib ham rekomendatsiyaga tushib o'zingiz подписчикларingizni to'plab olish sirlari bor. Bu sirlarini yana aytganimdek o'zimni komandamga albatta o'rgataman. Bir bo'lagi bo'ling komandamni. Siz ham o'rganib olasiz va bloger bo'lasiz, onlayn biznes yurg'izasiz. Bu oson. Chunki mana uyda o'tirgan holda siqqina o'rinda siz biznesingizni yurg'izib yaxshi daromadlarga chiqishingiz mumkin. Вот shu tarafi bor. Men ham bir hamma sinovlarini qilib ko'rganman. Mana targetini ham yoqib ko'rganman. Har mana bitta publikatsiya qo'yganimdan keyin o'shanga targetini yoqib ko'rganman. Chunki $3, $9, $6, $12 mana shunaqa edi adashmasam. Qancha vaqt, qancha kunlik qilib qo'yib beradi. To'g'ri, rekomendatsiyada zo'r aylantirib beradi, lekin stop ham qilib qo'yadi-da. O'sha pulingizga yarasha mana 1 kun degan 1 kun aylantirib beradi. 2 kun degan 2 kun aylantirib beradi. Lekin u ham $3 bunday qarasangiz katta pul emas. To'g'rimi? Lekin men shuni sinovini o'tkazganimda o'sha $3lik targetni yoqib ko'rganimda bitta videoyimga ishonsangiz 6 ta inson qiziqqan. 6 ta inson o'sha yerdan qiziqqan. Bittasi mahsulot xarid qilgan, ikkinchisi esa
bittasi. Ikkinchi odamim esa menga hamkorlikka, ya'ni shu bilan tanishib ketganmiz. Lekin qolganlari yo'q mana. Endi sizlarga shu tarafini ham aytib o'tay. Ijtimoiy tarmoqlardayam sizga birdaniga mana birinchi yangi odam bo'lib kirganingizda, rekomendatsiyaga tushganingizda to'g'ri rosa ko'pchilik yozadi. Eng katta xatosi onlayn biznes boshlagan setiviklarini bu ko'p odam unga lichkasiga yozib, mahsulot so'rab yoki komandasiga qo'shilaman deb kirganidan keyin 100 talab desak ham bo'ladi. Chunki menda ham shu jarayon bo'lgan, boshimdan o'tgan. Kiradida, lekin o'shalardan ishoning, bittasi yoningizda qolishi mumkin. Yoki xaridorlardan esa faqat attiga 10 tasi olishi mumkin. Qolganlari olmaydi. Ular shunchaki siz bilan gaplashib chiqib ketadi. Ularni ishonchini yoqtirish uchun ularga to'g'ri muomala qilish kerak. O'zingizni qanaqa insonligingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Sabr kerak. Ochiq sabr kerak. Ko'pchilik setiviklar shu narsadan o'tolmaydi. Hech kim olmayapti-ku. Demak, hech kimga kerak emas. Hech kimga bu biznes qiziq emas deb to'xtatib qo'yadi. Mana shu ayni topga chiqayotgan yo'nalishdagi joyi, mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilib kelayotgan joyida tappa to'xtaydi. Shunda o'ziga qiyin. Chunki ijtimoiy tarmoqni yana qaytadan uyg'otish, uxlab qolgan narsani uyg'otish sal qiyinroq. U ham qiyin bo'ladi. Odamlar ham ishonchi kamayadi. Endi yo'q bo'lib ketib, yana paydo bo'lish deyman-da. Lekin doimiy ko'zga ko'rinib tursangiz va o'sha narsaga sabr bilan chidasangiz, siz xursand bo'ling. Shuncha odam yozdi-yu, shuncha odam olmoqchi-yu, lekin aynan shulargina oldi deganiga xursand bo'ling. Nimaga? Zato olyapti-ku. Demak, u ketib qolganlar sizni odamingiz emas. Mana hamkorlikka kelaman deganlar u, lekin siz bilan ishlamaganlar, xursand bo'ling. Sizni odamingiz emas. Xudo shuni xohlamadi sizga yo'liqishiga, yaqin bo'lishiga. Shunga xursand bo'ling. Men o'zimga mana shunaqa motivatsiya beraman. Demak, Xudoyim to'g'ri yo'l ko'rsatgani shu. Demak, bu meni odamim emas. Kimki men bilan qolsa, ha, shu meni odamim ekan. Ilohim yaxshi insonlar yo'liqsin. Shu bilan xursand bo'laveraman. Xullas, ozginchaga ham pozitivniy qarash kerak. Agar tushkunlikka tushaversangiz, ishingiz ham orqaga ketaveradi. Lekin hech kimni negativi, mana ijtimoiy tarmoqlarda yana negativlar yozishadi odamlar. Shuni bilib olinglar. Negativ har doim bor narsa. Kimdir negativni shunchaki ko'ra olmaganidan sizni yozadi, kimdir negativni esa shunchaki sizni sindirish uchun yozadi. Endi bizni nima deydi, konkurentlarimiz. Sizga maslahatim, unaqa negativlarga qaramang. Ba'zilar esa kommentariylar bo'ladi, shunaqa negativni kommentariylar, bu уже odobsiz odamlarni kommentariylari. Ularga ham e'tibor bermash kerak. Umuman sizlarga maslahatim, onlayn biznes qilayotganlar umuman negativga e'tibor bermang. Mana shundagina yutasiz. Shundagina o'sha tepaga chiqa olasiz, top lider bo'la olasiz. Orzularingiz xullas amalga oshadi. Unaqa odamlarga umuman e'tibor bermang. Orqaga tashlaymiz va olg'a yuramiz, intilamiz. Shu. Siz agar shu narsalarni yengib o'tsangiz, haqiqatan ham sizga endi anchadan beri kuzatib yurgan odam ko'tarilishingizni ko'rib, daromadingizni ko'rib va haqiqatan ijtimoiy tarmoqlardagi sizdagi odzivlar, mana sizga yaxshi odzivlar qoldirishi yu boshqalarni ko'rib, albatta o'shandan keyin kimdir bir kunda yozadi, kimdir bir oyda yozadi, kimdir bir yildan keyin sizniki bo'ladi. Ya'ni kuzatib, yo'q bo'ldi, men qaror qildim, mana shu inson bilan ishlamoqchiman deydi. Mana chunki o'zim ham o'zimni ustozimni onlayn ishlash uchun qidirganimda, men birdaniga u ayolga sirazim komandasiga qo'shilib olmaganman. Men uni to'la to'kis na Instagrami bor, na boshqa ijtimoiy tarmog'i bor, na Facebook'i bor, na даже YouTube'ni-ku вообще teshib olganman. Hamma joyini kuzatib, qanaqangi bilimga ega ekanligini va nima u menga bera oladi, men inson emasmi deb
chunki men oddiylikni yaxshi ko'raman. Shunaqa inson emasmi deb uni obdon teshkirib chiqqanman. Hattoki unga yozganimda uni bergan javoblarigacha e'tibor berganman. Chunki o'sha sizni ham sizga bergan savoli, ijtimoiy tarmoqdan kirgan odamni savoli, javobingiz uni hayotini o'zgartiradi. Albatta siznikini ham. Shuning uchun iloji boricha to'g'ri javob berishga, aql bilan javob berishga harakat qiling. Va shunda men o'zimni ustozimni, ya'ni hammamizning ham ustozimiz bo'ladi-yu, nastavnigimni, hozirgi kompaniyam Siberian Wellness kompaniyamdagi nastavnigimni halol insonligiga ishonib va men uchun haqiqiy bilim bera olishini bilganman va shundan keyin ularni orqasidan ketganman. Mana hozirgi kungacha to'g'risi Xudoga shukr, haqiqatdan ham tezdagina yaxshi natijalarga chiqib oldim. Siz ustozingizni, sizga maslahatim, ustozingizni har bitta aytgan jarayon, o'zi o'tgan, yo'lni bosib o'tgan, bilmasa gapirmaydi. Ustozlar shuni bilib oling, bilmasa gapirishmaydi. O'sha yo'lni, o'sha darsliklarni o'tkazyaptimi sizga? Ko'rsatib beryaptimi? Albatta orqasidan takrorlang, bajaring. O'shandagina sizda ham natija bo'ladi. Agarda siz u aytgan ishni dangasalik qilib o'tirsangiz, vaqtim yo'q, bolam, chaqam, erim urishyapti, u qilyapti, bu qilyapti, bugun qilgim kelmayapti, ertaga qilaman. Mana shunaqa qilib o'tiradigan bo'lsangiz, sizni omadingiz ham xuddi siz qanday ish tutayotgan bo'lsangiz, xuddi shunday keladi. Men ham boshida kirib kelganimda ijtimoiy tarmoqqa oson bo'lmagan. Insonlar mani erim ham ruxsat bermagan aslida. Lekin yashirib qilganman. Qarang, shunchalik kuch bo'lganda, bitta narsa ushlab turganda ichimda shu hayotimni o'zgartirish ilinji bo'lgan qanaqadir. Juda ham katta kuch bo'lgan. O'shaning uchun bittayam dangasalik qilmaganman-da. Kerak bo'lsa uyqudan qolishga ham rozi bo'lganman. Самое главное, tezroq o'rganib, tilini tushunib, haqiqatan tezroq daromadga chiqib, hammaga isbotlab berish. Sizlar negativ gapirmaganmanga deysizmi? Oho, eng katta negativchilar bu o'zingizni qarindoshlaringiz, o'zingizni yaqinlaringiz, o'zingizni hattoki dugonalaringiz ustingizdan kuladi. Ishonasizmi? Men esa keyin men chevar bo'lganim uchun klientlarim qanaqa ustimdan kulgan? Ishonasizmi? Qattiq tegadi. To'g'risi qattiq tegadi. Rosa dilingiz og'riydi. Yo'lma-yo'l o'sha gapini eshitganingizdan keyin yo'lma-yo'l kelayotganingiz juda ko'p o'ylaysiz. O'ylamayman desangiz ham o'ylaysiz. Bu hech iloji yo'q. O'ylamasdan iloji yo'q. Uni aytgan gapini ustidan kulgani yo'q. Uf, nimalar qilyapman o'zi? Omadim bo'lmasa-chi, shu qilolmasamchi, shu o'sha inson shu milliardlarga erishdi, men erisha olmasamchi, meni qo'limdan kelmasa-chi, men unaqa inson bo'lmasamchi deb yo'lma-yo'l o'ylab kelasiz. To'g'risi. Demak, u faqat u uchunda endi, u qilgan endi biz qayerda deb o'ylashingiz ham mumkin. Yo'q, azizlarim, unaqa emas. Men shunaqa deb to'g'ri men ham o'ylab kelganman, lekin yo'lma-yo'l kelganimdan keyin yana qo'lga o'zim olardim. Qo'lga ol. U seni boqmaydi. O'sha senga negativ gapirgan odam, u seni hayotingni o'zgartirmaydi. Orzularingni amalga oshirmaydi. Sayohatlarga olib bormaydi. Mashina olib bermaydi, dang'illama uy qilib bermaydi. Xullas kalom hayotingni o'zgartirmaydi. U hayotni o'zgartirish esa o'zimizni qo'limizda. Qilgan sizni to'g'ri yo'lingizda. Shunaqa deb o'zimga o'zim motivatsiya berardim-da va dal harakatimni boshlardim. Xullas mana shunaqa bo'lgan. Keyingi reja tuzib olganman-da. Davom ettiramiz. Endi esa yana bitta odamlarni qo'rquvi bu uyalish. Odamlar ko'pchilik kameradan uyaladi. Mana qarang. Kontent olib borayotganda eng birinchisi bu nima? Mana kontent olib borsak, mana biz yurg'izamiz-ku ijtimoiy tarmoqni. Siz ko'proq qaysi biriga qaraysiz? Sizga qaysi bir qiziqroq bo'ladi va siz aynan shu odamni bog'lanish uchun lichkasiga o'tasiz. Qanday? Qaysi rolik uchun? Qaysi rolikda? Yuzini ko'rsatgandami
Ya'ni odam sizga mana o'tirib gapirgan insongami yoki faqatgina shablonlar o'tgan, sizga bir nimani tushuntirgan, ya'ni yuzini ko'rsatmagan yoki qo'li bilan tam bunday olib mahsulotni bunday qilib video qilgan. O'shanaqami? Qaysi biriga siz yozasiz? Aytingchi. O'zimdan ham gap. Mana men o'zimni fikrimni sizlarga aytaman. Sizlar ham o'zinglarning fikringlarni albatta izohlarda qoldirishinglar mumkin. Albatta men ham yuzini ko'rsatmasdan videoroliklarni ko'rganimda, to'g'ri, uning uchun shunaqangi ma'noli gap bo'lishi kerak-da uning ichida. Haqiqiy aqlli, zo'r gaplar bo'lishi kerak. Haqiqiy bilimga ega bo'lgan fikrlar bo'lishi kerakki, yuzsiz ko'rganingizni o'shanda unga yozishingiz mumkin. Ito o'sha yuzsiz videorolikda men u odamga aynan bir nima uchun murojaat qilib emas, balkim rolikdan foyda olaman bo'ldi. Rolikdagi aqlli gaplardan, misol kerakli maslahatlardan faqatgina foyda olaman bo'ldi. No. Yuzini ko'rsatib sizga bilim bergan insonga esa albatta murojaat qilaman. U odamni lichkasiga o'tib, u inson bilan gaplashgim keladi. Shunday bo'lganam, to'g'risi. E'tibor bergan bo'lsam, eslasam, men hech yuzini ko'rsatmagan insonlarga hech bittasiga lichkasiga o'tmaganman, o'ylab qarasam. Shuning uchun azizlarim, siz agar onlayn ishlamoqchi bo'lsangiz, eng foizda hisoblaydigan bo'lsak, misol 70% yuz bilan chiqishni hisobga olavering. 30% gina yuzsiz kontent, ya'ni shunchaki qo'l bilan yoki kartinkalar, videoroliklar qo'yib qilish tomonini o'ylang. Eng kam foiz bo'lsin. Ko'proq yuz bilan chiqishga e'tibor qarating. Chunki o'shandagina omadingiz tezroq keladi. To'g'ri, yuzsiz chiqayotganlarda ham omad bo'ladi, juda sekin keladi. Bu aniq faktda. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki o'zimda ham hamkorlarim birga ishlaganimizda bizda axir ikkita yo'nalish bor-da darsliklarimizda. Yuzsiz kontentlar ishlash va yuz bilan podacha berish, ya'ni kontentlar ishlash. O'sha yo'nalishda hamkorlar uchun tanlov beraman albatta, chunki biz musulmon davlati, shunaqa uyatchan ayollar bor yoki albatta eng nima deydi, dahshatlisi bu hukmdorlarimiz. Bizni erlar ruxsat bermaydi va qo'rqadi ba'zi ayollar, shuning uchun yuzsiz chiqishga harakat qiladi. Ular xursand ham bo'ladi komandamga qo'shilganda, что juda yaxshi, sizda shunaqa darsligingiz ham bor ekan, xursand bo'ldim, men qo'rqib ketuvdim deydi yuz bilan chiqishga. Bo'lmasa ishlamasdim, ketardim deydi-da. Shuning uchun yuzsiz kontent yo'nalishini tanlaydi, shu darslikdan o'tadi. Men e'tiborim bo'yicha yuz bilan chiqqanlar tezroq savdolarini bajaryapti, tezroq klient to'playapti, tanilyapti. Hamkorlar ham to'playapti, ya'ni komandasini to'playapti. Lekin yuzsiz chiqayotganlarniki sal omadi sekinlashyapti, ba'zilar tushkunlikka ham tushib qoladi va offlayn ishlashga to'g'ri keladi. Ya'ni yaqinlari atrofida. Yuzsiz ishlaganlarga albatta Telegram gruppalar ham yordam beradi. Ijtimoiy tarmoqlarda yuz bilan chiqqanlarga esa Telegram gruppa bu shunchaki qo'shimcha yordam, xolos. Asosan ijtimoiy tarmoqlari zo'r, tez va daromadni yaxshi qilib beradi. Endi mana o'sha Telegramga ham o'tyapmiz. O'zingizlar mana tushundinglar. Qaysi yo'nalish foydali ekanligini va boshlayotganingizda o'zingizdagi o'sha narsani yulib tashlang, uyatni. Uyatni qanday yana yengish mumkin? Shu sirni ham o'rgatib qo'yaman, chunki bir paytlar menga ham ustozim aytgan. Chunki o'zim ham, yana har doimgidek o'zim qo'shib ketay, men o'zim ham bir paytlar hattoki rasmga tushishni yoqtirmasdim.
Ko'pchilikni ichidayam rasmga tushishni yoqtirmasdim. O'zim lichni selfilar mana hozir ko'pchilik "Voy, rasmga tushib beradi." Unaqa narsalar umuman yo'q edi. Telefonimda даже rasmim даже kam edi. Hayron qolardi odam. И videolarga tushishku вообще edi. Yomon ko'rardim negadir, bilmayman o'sha paytda. U negadir emas, bilmayman ham emas. Bunday o'ylab qarasam, tashqaridan qaraganda o'zimga mani nima deydi, o'zim haqimdagi o'yim past bo'lgan. Men o'zimni unchalik qadrlamaganman o'xshaydi-da. Samootsyenkam past bo'lgan. Вот. O'zbekchalab ayta olmayapman shuni. Вот, samootsyenkam juda ham past bo'lgan. O'zimga ishonchim kam bo'lgan. Demak, o'shanda. Qarang. Bo'lmasam katta chevar, shaharda hamma bashti taniydi. Qo'li gul usta deydi-yu. Shunaqa edim. No, shunda ham samootsyenka past bo'lgan. Mani ustozim aytganki, "Sen deydi video kontent qila olmayapman" deganimda menga o'rgatgan. Nima qilishim kerakligini va u narsani uyatda yengish yo'li. Men sizlarga ham maslahat. Uyda o'tirganingizda bu videolarni hech kim ko'rishi shart emas. Kamerani qo'yib qo'yingda har baloni gapiravering. O'zingizcha mana dugoningiz bilan gaplashasiz-ku. Chunki videoda mana telefonni olsangiz narigi tarafda o'zingizni ko'rasiz. Tasavvur qiling, bu sizning dugoningiz. O'sha bilan gaplashgandek, o'zingiz o'y-hayollaringiz, fikrlaringizni gapiring. Yoki ovqat qilmoqchisiz. Mana hozir ovqat qilaman, osh qilib beray bir xil cholimga chiroyli qilib deb, shunaqa deb. Va shunaqa oddiy gaplar, u hayotdagi oddiy gaplarni shunchaki telefonni videosini yoqib olib, o'zingizga qarab, xuddi dugoningizga maqtanayotgandek gapirishingiz kerak ekan. Yurgan yo'lingiz mana hozir uy yig'ishtiraman, qilaman deb, hozir mana bog'chaga ketyapman, hozir bolamni olib kelaman deb har xil rakursda. Keyin esa shu narsani, shu videolarni qayta o'zing ko'r degan. Sizga ham shu maslahatim. Qayta o'zingiz ko'ring. Men shu ishni qilganman. Keyin qarasam, yaxshi, chiroylikgina ayol ekansan-ku, Shahnoz deganman. Oydekkina gapirar ekansan, ovozing yaxshi ekan deb, uje o'zimga ishonchim ortib borishni boshlagan. Tasavvur qilyapsizlar? Bu narsa sizlarda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Foydalaninglar, zo'r yordam berar ekan. Haqiqatdan ham yordam beradi. Keyingi video roliklarimni qilayotganimda ham yaxshi tomonlari, misol uchun roligingizda xatolar qilsangiz, hozir juda ham ko'p CapCut deysizmi, InShot deysizmi va boshqa приложениялар bor. Kesib tashlashingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zi esa sizga chiroyli yuzlaringizni ham qilib berishi mumkin. Hozir juda ham zo'r davrda yashayapmiz. Foydalaning, faqatgina uni algoritmlarini, yo'nalishlarini, qilish yo'llarini o'rganib olsangiz bo'ldi. Bu narsani o'rgatishsa bo'ldi sizga. Albatta, bu narsani siz o'zingiz ham o'rganishingiz mumkin. U yoqdan, bu yoqdan chuqurlab. Lekin vaqtingiz ko'proq ketib qoladi. Uning uchun esa mana biz bormiz deydi-yu. Uning uchun to'g'ri komanda tanlang. Обученияsi bor. Mana shu обучение haqida biz ham o'zimiz komandamizga beramiz. Tekinga beramiz. Shuni bilib olinglar. Tekinga biz komandamizga обучение beramiz va ular yaxshigina kontentlarni o'zlari samostoятельно uyda tayyorlashadi. Ishonsangiz, menda hattoki pensionerkam YouTube'ni zo'r yurg'izyapti. YouTuber bo'lib ketdi. Kontentlari juda chiroyli chiqyapti. Va yoshi kattalar bor demoqchiman. Yosh qizlarim-ku вообще shaqillatib tashlaydi. Mana shunaqa qilib rivojlanasiz, tezroq. Chunki ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni tezroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta pulga o'rgatishadi. Bekorchi pulingizni ketkizib nima qilasiz? O'zi tarmoqli biznesga, sityevoyga, onlayn ishlash uchun biz nimaga kelamiz? Haqiqatdan moliyaviy tarafimizni yaxshilash uchun kelamiz. Nima keragi bor birovga pul to'lab, to'g'rimi? Mana men sizlarga shuni ham aytib qo'yay. Men ham qizg'anchiqroq odamman. Ko'p narsada men ortiqcha to'lashni yoqtirmayman. Ya'ni o'sha o'rganmoqchi bo'lgan narsalarim har bittasiga ortiqcha to'lagim kelmaydi. Hech narsaga to'g'riroq to'lagim kelmaydi. Hamma narsa tekinga kelsa juda zo'r bo'ladi. Tekinga berilayotgan narsani tish tirnog'im bilan tishlab, yaxshilab o'rganishga harakat qilaman. Mensimasdan emas. Ba'zilar esa tekinga berilayotgan narsani unchalik qadrga borishmaydi. Bu yomon, noto'g'ri. Bundan foydalanish kerak, nabarot.
Вот. Shunaqa qilib bizni komandamizda youtuberlar, tiktokerlar o'sib bormoqda. Endi tak, bitta gapim shu qolib ketdi, esimdan chiqib qoldi. Hozir bitta ko'rib oling rejamga. Endi esa ijtimoiy tarmoqlardan qanday qilib odamlarni Telegramga olib kelamiz mana. Уже Telegram haqida ham gap ketadi. Ijtimoiy tarmoqlarda daniylarni berganingizdan keyin albatta birinchi navbatda bizni O'zbekistonda Telegram yaxshi ishlaydi. Ular Telegramingizga o'tadi. Telegramda suhbat qurib, o'zingiz Telegram gruppangiz bo'ladi. Mahsulotni savdosi borasida. To'g'rimi? Chunki mahsuloti bor kompaniyada ishlash bu yaxshiroq, to'g'riroq deb hisoblayman. Kirganidan keyin u yerda batafsilroq u narsani tushunadi. Lekin shuni bilib olinglar, men shu narsaga ham qoyil qolgan tomonim, Telegram gruppani ham yurg'izish o'ziga yarasha yo'llari bor ekan. Bu shunchaki Telegramni ochding va Telegramga shunchaki kontentlarni qo'yding, mavzu bo'yicha ma'lumotlarni berding, mahsulot bo'yicha ma'lumot berding emas ekan. U ham bir hayot ekan. Ishonasizlarmi? Haqiqatdan ham. Uni qanaqangi chiroyli yurg'izsangiz, bardah qilib yurg'izmasangiz, haqiqatdan ham sizni o'tirgan ishtirokchilaringiz chiqib ketmas ekan. Naborot aktivlashar ekan. Odamlar qo'shib beradimi, yana o'zini fikrlarini bildirg'izishadimi. Mana shu taraflari menga yoqdi. U yo'nalishni ham o'rgatamiz. Telegramga kirib kelgandan keyin hozir mana Telegramda yana kamga storieslar paydo bo'ldi. Bu вообще zo'r. Yangiliklarni albatta qo'yib borasiz. Mana misol ijtimoiy tarmoqlarga bir nima qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki videolaringiz prosmotrini oshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha yerga ham qo'ysangiz bo'ladi. Ayniqsa premiumni yuklab olgan holda. Xullas, hozirgi zamon juda ham oson ishlash davr. Faqatgina buni yo'nalishini to'g'ri qilsangiz bas. Birinchi navbatda dangasallik kerak emas. Telegramga kirib kelgandan keyin eng ilitadigan joy Telegramda, lekin noto'g'ri tomoni shundaki, Telegram yo'qolib qolishi mumkin. Chunki juda ham ko'p informatsiya Telegramda. Menga WhatsApp yoqmaydigan tarafi, WhatsAppda siz gaplashgan odam bilan ma'lumotingiz yo'qolib qoladi. Qanchadandan keyin o'chib ketadi. Telegramda o'tiraveradi. Faqatgina sizni Telegramda agarda o'sha odam o'zi o'chirib tashlamasa, siz bilan gaplashgan odam. No, Telegramni fishkalari juda ham ko'p. Oson ham va продвижениеңiz uchun ham foydali. Telegram gruppa, kanallar foydali juda ham. Aytganimdek, Telegram gruppani ham yurg'izish uchun to'g'ri yo'nalish qilishingiz kerak. Xullas, uni ham albatta sizlarga yo'l-yo'lakay hali o'rgatamiz. Keyin nima demoqchi edim yana? Tak. Sizga kelib qolgan odamga Telegramga tappa nima deydi? Silka tashlash kerak emas. Misol gruppangizga siz uni bir amallab kirgizib olmoqchisiz, to'g'rimi? Telegram gruppada bu siz hayotingiz deyapman-ku, ba'zilar bitta Telegram gruppani o'zida ham zo'r natijalar qiladi. Faqatgina Telegram gruppani aytganimdek to'g'ri yurg'izsa. O'sha odamni tappa peshonasiga silka tashlasangiz yoki patraputur odam joylasangiz u yerga, ko'pchilik chiqib ketib qoladi, даже ko'rmaydi ham. Chunki hammaga yoqmaydi. Aytayapman-ku, Telegramda ko'p ma'lumot, juda ham ko'p. Ba'zida o'zimda ham to'lib ketadi, o'chirib tashlayman. O'sha narsaga yo'liqmaslik uchun albatta siz o'zingizni taklif qilmoqchi bo'lgan insoningizni, mana sizni notanish, umuman begona sizni ijtimoiy tarmoqdan topib Telegramingizga kirdi va siz bilan suhbat qurayotgan joyda siz albatta u bilan muomala qiling. Gaplashib bo'lganingizdan keyingina Telegram gruppangiz borligini va uni siz taklif qilishingizni aytishingiz kerak. Unga tashlaganingizdan keyin o'shandagina jon xudo deb kiradi, xursand bo'lib, hurmat yuzasidan ham kiradida, ishoning, sizga hurmat yuzasidan u yerdan chiqib ham ketib qolmaydi. Zerikkanda ham, zerikmaganda ham, ko'rmagan taqdirda ham. Yana shu tarafiga ham e'tibor beringlar. Telegram gruppanglarda o'tirgan insonlar hammasi ham
nima deydi, Telegramda ham aktivность bo'lishi kerak. Kunda kunaro, ya'ni har kuni siz informatsiya tashlab borishingiz kerak Telegramga. Mana misol uchun siz ijtimoiy tarmoqda, mana ijtimoiy tarmoqni bittasini tanladingiz, deylik. Deylik TikTokni tanladingiz. Siz ma'lumot, mahsulot haqida qo'yib boryapsiz. Bugun qo'ygan ma'lumotingizni albatta o'shani Telegram gruppangizga yoritib berishga harakat qiling. Kengaytirilgan holda chiroyli qilib bayramlarni ham albatta unutmaymiz, tabriklash bu. Shunaqa qilib yoritib berib, bitta mahsulotni batafsil yoyib bersangiz, o'shandagina odamlar qiziqadi va siz bilan uzoqroq o'tiradi. Chunki u TikTokdan sizni ko'rdi, kirdi, ko'rdi, qiziqdi, mahsulot xaridi boshlanadi. Mana uning uchun esa yo'qotib qo'ymaslik kerak, ya'ni tashlab qo'ymaslik kerak. Faqat TikTokka berilib ketib, Telegram gruppangiz qolib ketmasligi kerak. Ya'ni ular hammasi teng ketishi kerak. U yana yaxshi tomoni, Telegramda misol uchun запланированные сообщениyalar bor. Ya'ni rejalashtirib olasiz. Mavzuni to'liq hamma сообщениyalaringizni bittada jo'natasiz, lekin vaqtini belgilab olsangiz bo'ldi. Misol ertaga 8 da deb 4 ta сообщениyangizni jo'natmoqchisiz. Uni kechqurun jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Ertalab turguningizcha yoki ertalab ishga ketayotgan yo'lingizdami, boshqa ish qilayotgan joyingizdami, siz telefonni qo'lingizga olishingiz ham shart emas. Telegram o'zi jo'natib qo'yadi. Belgilagan vaqtingizda. Точный qilib jo'natib qo'yadi. Mana shu sizni aktivnostingiz hisoblanadi. Ko'ryapsizlarmi? Ijtimoiy tarmoqlarni qanchalik sizga yengil ishlash uchun sharoit yaratishi. Albatta Telegram gruppalarni yurg'ish haqida ham darsliklarimiz bor. Mana bugungi efirim shundan iborat bo'ldi. Zeriktirib qo'ymadim degan umiddaman. Endi Xudo xolasa keyingi hafta seshanba kuni yoki dushanba kuni qarayman sharoitga. Yana bitta efirimiz bo'ladi. Keyingi efirimiz уже mahsulotlar haqida, Siberian Wellness kompaniyasi mahsulotlari va eng hozirgi zamondagi nima deydi? Dolzarb deydi-yu, detox, energiya va immunitet. Mana qish keldi, hozir immunitetlar tushib ketgan, shu haqida gaplashamiz. Tak, savolinglar bo'lsa, berishinglar mumkin. Yana qo'shimcha qilib qo'yay. Onlayn biznes qilish foydali tomoni yana shundan iboratki, siz uyda o'tirgan holda hech qayerga chiqmasdan, bolalaringiz bag'rida, bog'chaga borasiz, kelasiz yoki uy ishlari, mol-hol deysizmi, kim hovlida tursa albatta, kim shaharda tursa ishlasa, ishga borib keladimi, boshqa qiladimi, ijtimoiy tarmoqlar bu hayotingizdan uzilmagan holda qo'shimcha daromad topish yo'li. Ishonsangiz, men chevarchiligimni tashlab yuborganimdan keyin uyda o'tirib, mana shu onlayn biznes qilayotgan davrimda ba'zida mana hozirgi kunda ancha уже men top liderlik stupenkasiga ko'tarilgan davrimda nima deydi, ancha ishingiz yengillashib qoladi-da, chunki уже ko'p narsani ham bilasiz, hamma narsangiz yo'nalishlar to'g'rilangan. Zerikishni boshladim. Uyda o'tirib olgan holda. Nimaga? Chunki уже hammasini oson, tez, samarali qilib tashlayapman, lekin uyda o'tiribman ekan dedim. Endi ko'chaga yurish kerakmi deb qoldim. Bekorchi yotmasdan semirish kerak emas. Xullas semirib ketyapman degan. Xullas o'shani aktivniy hayotga sal-sal qaytish uchun harakat qilyapman. Mana shunaqa joylari ham bor. Agarda lekin siz hayotingiz o'zi aktiv bo'lsa, bu sizga shunchaki qo'shimcha zo'rgina daromad. Siteboyga baribir qiziqing. Nega desangiz, Siteboy biznes sizga zo'r daromadlar keltiradi, plus onlayn ishlasangiz bu вообще двойной foyda degani. Chunki tasavvur qiling, sizga $10,000 oylik qaysi ish beradi? Shunaqa ish bo'lsa, yozinglar, bilib oling. Siteboy biznes
institutni bitirmagan oddiy ayolga ham o'sha $10,000 oyiga topish yo'lini bera oladi, ochib beradi. Foydalanish kerak. To'g'rimi azizlar? SMS izohlarni ko'rmayapman, mayli. Agar izohlaringlar bo'lsa, videoni ko'rganlar albatta qoldiringlar. Sizlar uchun ham eshigimiz ochiq. Komandamizga qo'shilishingiz mumkin. Mani komandamga qo'shilishingiz mumkin. Har bitta ijtimoiy tarmoqni po polочкам qilib o'rgatamiz oson yo'llar ila va siz o'zingiz yo'lingizni tanlagan holda sizni top liderlik qatoriga qo'shamiz, ko'taramiz. Ijtimoiy tarmoqlardan qiynalmay foydalanishni boshlaysiz. Hammamiz bilmay birinchi qadamni qo'yishimiz mumkin. Lekin keyin o'rganib, izlanib biz yaxshi darajaga, professional darajaga chiqishimiz mumkin. Bu hammada. Xullas mana shunaqa. Bugungi efirimizni yakunlaymiz unda. Salomat bo'ling. Siz bilan men Shahnoza Bobonazzarova Siberian Wellness kompaniyasini o'sib kelayotgan top liderlardan biri bo'ldim. Keyingi efirda endi ko'rishguncha xayr azizlarim. Agarda sizga bu primoyim yoqqan bo'lsa, albatta yurakchalarni bosib qo'ying. Layklarni bosib qo'ying.